rejalashtirilayotgan har bir faoliyat turi uni amalga oshirilishidan oldin atrof muhitga ta'sirini baholash bosqichlaridan o'tkaziladi. Bunda faoliyat turining xavflilik toifasi, atrof muhitga ko'rsatadigan ta'sirlari, inson salomatligi hamda atrof muhitga ta'sirini baholash materiallari ishlab chiqiladi. Ikkinchi bosqichda ishlab chiqilgan atrof muhitga ta'sirini baholash materiallari keng jamoatchilik muhokamasidan o'tkazish uchun jamoatchilik eshituvlari o'tkaziladi. Jamoatchilik eshituvlarida atrof muhitga ta'sirini baholash materiallari, shu bilan bir qatorda texnik xarakterga ega bo'lmagan rezyume jamoatchilik muhokamasidan o'tkaziladi. Jamoatchilik eshituvlari davomida har bir loyihaning atrof muhitga ehtimoliy ta'sirlarni kamaytirish bo'yicha belgilangan chora-tadbirlar, inson salomatligi, atrof tabiiy muhit holatini yaxshilashga qaratilgan qo'shimcha tadbirlar muhokama qilinadi hamda jamoatchilik eshituvi yakunlari bo'yicha tegishli bayonnoma rasmiylashtiriladi. Jamoatchilik eshituvlaridan so'ng loyiha hujjatlari davlat ekologik ekspertizasiga taqdim etiladi. Ushbu bosqichda taqdim etilgan barcha materiallar maxsus malakali mutaxassis ekspertlar tomonidan belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi. Bu bosqichda har bir loyiha hujjatlarining ekologik qonunchilik talablariga muvofiqligi, atrof muhitga ta'sirini kamaytirish bo'yicha belgilangan chora-tadbirlarning yetarliligi, tabiiy muhit holatiga ta'sir ko'rsatadigan komponentlarni qisqartirish bo'yicha ishlab chiqilgan qo'shimcha chora-tadbirlar baholanadi hamda yakunlariga ko'ra davlat ekologik ekspertizasining tegishli xulosalari rasmiylashtiriladi. Barcha talablar bajarilgan taqdirda ijobiy xulosa, loyihada ayrim kamchiliklarga yo'l qo'yilgan taqdirda qayta ishlash uchun rasmiylashtirilgan xulosa, loyihani umuman amalga oshirish imkoniyati bo'lmagan taqdirda salbiy xulosa buyurtmachiga taqdim etiladi. Davlat ekologik ekspertizasi natijalariga ko'ra har bir xulosada qat'iy talablar belgilanadi. Belgilangan har bir talablar maxsus vakolatli davlat organi tomonidan qat'iy nazoratga olinib, doimiy monitoring olib boriladi. Monitoring natijalarida talablarni bajarmagan buyurtmachilarga tegishli ko'rsatmalar berib, faoliyati to'xtatilishi ham mumkin.